tipa obodonlashtirishda ishlashyapti-da. Keyin o'tgan ketganda tilamchida pul so'rashyapti. Obodonlashtirishdagilar hech qachon pul so'rashmaydi mashinadagilardan. Buni to'xtagan svetoforli odamlardan pul olishyapti. Nima desa bo'ladi endi bular? Hammasi mana bu yo'lda ham bor. Tipa ishlashyapti. Pul olishyapti. Ketamiz pul so'rashga. Har bitta o'tgan mashinada pul so'rab. Halol ishlaydigan odamlarning kiyimini bulg'alashyapti.